Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biza Excel'da diagrammalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, ishni nimadan boshlaymiz? Ishni albatta Excel fayl yaratib olishdan boshlaymiz. Sizda рабочий stolga kerak bo'ladimi yoki qaysi papkani ichiga kerak bo'ladimi? Men quyidagicha yaratishni maslahat beraman. Mishkani o'ng tomonini bosib, Sozdatga olib kelamizda, bu yerga mana List Microsoft Excel'ni tanlaymiz. Va nomlab qo'yishimiz kerak bo'ladi albatta. Qanaqa faylligini, qanaqa narsaligini men yozib qo'yamanki, Excel'da diagrammalar bilan ishlash. Xo'p, Excel'ga kira olamiz. Buni hamma biladi. Qanaqa to'ldiradi, bu yacheykalar nima. Agar bu narsalarni Excel'da umuman birinchi marta ishlayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldirsangiz, men Excel'ni noldan tushuntirgan videolarimni ham yuklab boraman. Xo'p, hozir esa bizada tayyor jadval bor menda, rasm qilib ochilgan. Buni Excel'da tayyorlab olishimiz kerak. Tayyor ko'chirib copy paste qilib qo'ysam ham bo'lardi, lekin mana bu jadval yaratish jarayonini ham ko'rsatib o'tish maqsadida rasmga oldim. Ya'ni biza mana shunga o'xshatib to'ldirib boramiz. Demak, ko'rib turibmizki, bu yerda oy ustuni ketarkan, A ustunda mana shu yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun oyi. Biza bundan ko'proq oy qilishimiz ham mumkin va bu badiiy. Bu albatta esimdan chiqdi. Bu narsa nimaligini tushuntirish avval. Bu narsa tasavvur qilamiz, kitob do'konimiz bor va kitob do'konimizdan sotilgan kitoblar kategoriyasi bo'yicha bizda ma'lumot bor. Masalan, yanvar oyida badiiy kitoblar kategoriyasidan 120 ta mahsulot sotilgan. Biznesga oid kitoblardan 90 ta, diniyga oid kitoblar 70 ta. Bolalar kategoriyasiga oid kitoblardan 60 ta sotilgan va shunaqa davom etgan. Mana shu bir ma'lumotni biza Excel orqali diagramma bilan ko'rsatib beramiz. Bu yoqqa o'ta olaman. Bu yerga oy yoki oylar qo'yaman. Xo'p, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyungacha olingan ekan. Kelinglar bizlar ham o'sha iyungacha yoki iyulgacha olamiz. Yanvar, fevral, mart, iyun va iyul. Keyingisi bu yoqda kategoriyalarni ko'rsatib o'tishimiz kerak. Badiiy kategoriya, biznes kitoblar, diniy kitoblar, bolalar kitobi. Xo'p, bu yerga yozaman. Badiiy kitoblar kategoriyasi. Badiiy deb qo'ya qolaman. Shuni o'zi yetadi, chunki mana shu Excel'da jadvallar tuzayotganda kolumnlarda, ya'ni bu ustunlarni nomlashda iloji boricha qisqaroq nomlar bilan nomlash tavsiya etiladi. O'shaning uchun badiiy kategoriya kitoblari yoki badiiy kategoriyalar deb nomlamayman-da, badiiy kitoblar demayman-da, badiiyni o'zini yozib qo'yaman. Xo'p, bu yoqda bo'lsin ilmiy. Bizada biznes diniy bor ekan. Biz ilmiyni ham qo'shdik. Badiiy, ilmiy, biznes. Xo'p, diniy kitoblar va bolalar adabiyoti. Xo'p. Endi biza mana shu jadvalimizni hali qiymatlarini kiritmasdan avval mana bu faqatgina oq-qora yozuv emas, chiroyli jadval ko'rinishiga, table ko'rinishiga olib kelib olamiz. Birinchi o'rinda bularni hammasini o'rtaga olamiz. Ma'lumotlarni o'rtaga tekislash mana bu yerdan bo'lardi. Endi mana bu qism bizada header deyiladi va bu qismni biza to'g'rilab, chiroyli qilib va body qismidan, tana qismidan ajratib olishimiz kerak. Ajratib olish emas, ajralib turadigan qilib stil berib qo'yishimiz kerak, ya'ni dizayn berib qo'yishimiz kerak jadvalimizga. Endi ko'ryapsizlar, mana bu yerda sal xatolikdek ko'rinib turibdi bu narsa. Nima deb yozgandim? Bolalar adabiyoti deb yozgandim. Ustiga 2 marta bosadigan bo'lsam mana ko'rinadi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsam, mana bu bolalar adabiyoti o'zi F ustunda turibdi va G ustunga ham o'tib ketgandek ko'rinyapti. Lekin bu G ustunga o'tib ketmagan. G ustiga alohida boshqa kategoriya yozadigan bo'lsak,
Masalan, shaxsiy rivojlanish deb yozadigan bo'lsak, bu yana mana bu ham g'alati bo'lib qoldi. Bu nimadan bo'ladi? Bu mana bu f ustunini qalinligi, kengligi kengligiga sig'mayotganidan bo'ladi. Buni qanaqa kattalashtiramiz? Mana bu f bilan g ni ustidan o'rtasidan ushlaymizda, yoqqa qarab tortamiz. Bu birinchi usul, mana shunaqa holatdagi. Va ikkinchi usul, men aytardimki, mana bu g ustundagi yacheykaning ustiga bosamizda, mana bu yerdan hop, переносить tekst degan narsa bor. Bu o'sha tekst matn sig'may qolgan holda pastga tushirib, qayriltirib qo'yadi. O'shani bosamiz mana. Bu ikkinchi usul. Kimda qaysi qulay bo'lsa, o'shandan foydalanadi. Menga esa bu qulay. O'shaning uchun mana shundan foydalanaman. Endi bu shaxsiy rivojlanish bizga yozish kerak emas edi. O'shaning uchun olib qo'ya qolaman. Bolalar adabiyoti bu turadi. Endi bu joyi. Birinchi o'rinda men mana bu Excelimdagi hammasiga Times New Roman shriftini berib olaman. Times New Roman va shriftlar razmeriga 14 qilaman. Bu biroz katta tuyulayotgan bo'lishi mumkin sizlarga, lekin katta emas. Mana bu yerdan masshtabdan o'tib 100 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu judayam normal bo'ladi. 14 shrift. Endi yaxshiroq ko'rinish uchun va o'zimga ham yaxshiroq bo'lish uchun sal kattalashtirib olaman. Bularni keyinroq chiqqanim yaxshi. Endi mana bu header qismini sal yoqqa tushiraman, ajralib turishi uchun, bilinib turishi uchun va buni orqa fonini men odatda yaxshi ko'rgan rangim havo rangga bo'yayman. Mana shunisiga va yozuvlarini esa o'sha havo rangni to'q ko'kiga bo'yab qo'yaman va jирный qilib qo'yaman, qalin. Endi ko'rib turibsizlarki, mana bu yerdagi chiziqlar o'chib ketgandek bo'lib qoldi. Bular chiziqlar o'chib ketgani yo'q. O'zi bu chiziqlar Excelning chiziqlari biza granitsa qo'yishimiz kerak bunga. Jadvalimizga granitsa qo'yishimiz kerak. Belgilaymiz hammasini va mana bu yerdan granitsa qo'yamiz. Yonida ikongachasi bor, ikongachasini bosamiz va mana bu yoqdagi vsi granitsani bosamiz. Mana. Endi haqiqiy jadvalga o'xshab ko'rindi. Ya'ni chiroyliroq bo'ldi desak ham bo'ladi. Endi biza qiymatlarini yozib chiqishimiz kerak. Bu yerda berilgan qiymatlar bu ham taxminiy. Hech qanaqa qaysidir kitob, qaysidir magazinning aniq datasi emas bu. Shunga qarab o'zimiz yozib chiqishimiz mumkin. Demak, mana jadvalimizni ham to'ldirib oldik. Endi esa diagrammalarni qo'yishni davom etkazamiz. Xo'p, buning uchun mana bu selectedni, ya'ni tanlashni jadvalimizni ichida bo'lishi kerak, ma'lumotlarni ichida. Любой birortasida. Mana bunisi turadi, farqi yo'q. Yoki bunaqa qilib tanlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tanlaymiz va vstavka menyusiga o'tamiz. Vstavka menyusiga o'tganimizda mana bu yerda o'zi diagrammalarni ikonkalari bilan chiroyli qilib ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Endi hozir biza trendlarni, ya'ni o'sishlarni ko'rish uchun, savdo qanaqa o'sganini ko'rish uchun grafikdan foydalanamiz. Endi ustiga shuni olib boradigan bo'lsak, ko'rsatib beryapti. Qanaqa stildagisini qo'yasan deb biza masalan mana bunisini qo'yamiz hozir. Ustiga bosamiz va mana kelib chiqadi. Bu diagramma shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Lekin hozir diagrammamiz xato turibdi. Xato turganini qayoqdan bildim? Birinchidan xunukligidan bildim. Ikkinchidan bizning diagrammamiz qanaqa bo'lishi kerak? Mana masalan, mana bu ko'k yanvar bo'lyapti. Yanvarda badiiy kitob 120 ta sotilgan deyapti. Ilmiy kitob 90 da sotilgan deyapti. Bu ya'ni chiziqlar nima bo'yicha? Kategoriyalar bo'yicha ko'rsatyapti xolos. Endi shunaqa holatda, tushunarsiz holatga kelib qolganda biz nima qilamiz? Bu o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Ya'ni mana bu kategoriyalar bilan, mana bu kategoriyalari qatorlari bilan, hop, ustunlari o'rni almashib qolgan bo'lishi mumkin.
almashib qolgan bo'ladi. Endi biza mana bu diagrammani ustiga bosamizda, mana bu yerda straka stulps degan narsa bor. Bu o'sha straklari bilan stulpslarini, ya'ni qatorlari bilan ustunlarini o'rnini almashtirib beradi. O'shani bitta bosadigan bo'lsak, mana diagrammamiz endi o'ziga keldi. Ya'ni qaraydigan bo'lsanglar, mana bu yerda yanvar oyi badiiy kitoblar yanvar oyida nechta sotilgan? Yanvar oyida badiiy kitoblar 120 ta sotilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, fevral oyida 150 ta. Mart oyida 170 ta. Mana shunaqa o'sgan holati ko'rinib turibdi. Endi bu yerdan eng yaxshi o'sgani qaysi biri deydigan bo'lsak, eng yaxshi o'sgani hop, mana bu bolalar adabiyoti o'sgan deb aytishimiz mumkin. Hammasi ham o'sgan, hech qaysi kamayib ketmagan, o'rtada ozgina kamaygan bo'lishi mumkin sotuvlar, lekin odatda ko'payadi. Hop, ozgina chalg'ib ketdim mavzudan. Biza faqat hozir ko'rishimiz kerak, jadval qanaqa diagrammalar borligini, diagramma bilan ishlashni. Xullas, to'g'rilab oldik. Mana shu diagramma bo'ladi. Endi menga bu yoqmadi. Boshqa diagrammalar ham bor bu yoqda. Mana buni qo'yishim mumkin. Raqamlari bilan ko'rsatib turadi. Bunisini qo'yishim mumkin. Bunaqa holatda. Mana buni qo'ysam mana. Bu ham chiroyli. Qora tungi rejimga mos keladigan. Hop, mana bularni qo'yishim mumkin. Juda ham ko'p diagrammalarni turlari bor. Endi hozir menga yoqqani bu yerda deylik mana shu. Mana shu. Xo'p, mana shuni qo'yib oldik va naзвание diagrammiga bu nimani ko'rsatayotganini yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni o'zgartirib qo'yaversak bo'ladi. Xo'p, 1 2 3 5 oy ichida, 5 oy ichida kitob sotuvlari o'sishi. Chunki bu o'sishga qaratilgan, o'sish yoki kamayish. Shuning uchun o'sishi deb qo'yib qoldim. Endi gaplashadigan bo'lsak, bu nimani ko'rsatib berishini shuni qaraymanki, mana bu to'q ko'p bolalar adabiyoti mart oyiga kelib, mart oyidan iyun oyida bu tushyapti. Ya'ni o'sishi kamayyapti va iyul oyiga yana ortib ketyapti. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin bolalar adabiyotini. Xo'p, iyun oyida mart oyida 180 ta sotilgan, iyun oyida 120 ta. Iyulda yana 130 ta. Mana shu iyun oyini 120 ta emas, biza 80 ga tushiradigan bo'lsak, o'rtada juda ham ko'p sinish bo'ladi mana. O'zgardi. Qirqta qiladigan bo'lsak, yanada. Mana. O'sha paytda masalan, mana bu diniy adabiyotlar ortib ketgan bo'lsin. 95 ta berilgan ekan, biza 130 ta qilamiz. Shunaqa holat bo'ladi. Bu o'sha o'sishini ko'rsatadigan line chart, ya'ni grafik edi. Endi biza yana boshqa grafikalarni ham, boshqa diagrammalarni ham qo'yib ko'ramiz. Jadvalni ustiga bitta bosaman va bu yoqdan safhaga o'tib, endi bizada mana bunaqa histogramma degan narsa bor. Column chart deyiladi. Histogramma bu asosan mana shu kategoriyalarni bir-biriga solishtirish uchun ishlatiladi. Bitta bosamiz, mana shu eng yaxshisi. Masalan, badiiy kitoblar yanvar oyida qaysi biri ko'p sotilgan? Qaranglar, savol g'alati. Badiiy kitoblardan qaysi oylada ko'p sotilgan degan savol bo'lib qolyapti. Buni ham boyagi qatorlari bilan ustunlarini joyi almashib qo'ygan. Buni bosadigan bo'lsak, endi mana o'zi joyiga keladi. Endi ko'rishingiz mumkin, yanvar oyida badiiy kitoblarni yoki yanvar oyida kategoriyalarni sotilishi. Qaysi kategoriya eng ko'p sotilgan desa, birdaniga mana bu ko'p. Qaysi biri? Bu badiiy. Fevral oyidachi? Fevral oyida ham bu. Mart oyidachi? Mart oyida mana bu to'q ko'k o'tib ketgan ekan. Bu bolalar adabiyoti. Va qolgan oylarda ham mana bu badiiy kitoblar har doim sotilishi birinchi o'rinda turar ekan. Mana shu narsani ko'ra olsak bo'ladi. Birga ham yozib qo'yaman. Xo'p,
5 oy ichida kitoblar savdosi yopamiz. Mana bu yerdan qo'yib qo'ysak bo'ladi chiroyli. Endi keyingi diagrammamiz buni sizlar bilan ko'radigan bu pie chart, ya'ni krugoviy diagramma. Buni bosadigan bo'lsak, buni tushunish juda ham oson. Buni tushunish juda ham oson. Xo'p, yanvar oyida badiiy, ilmiy, biznes, diniy, bolalar adabiyoti kitoblari mana shu holatda sotilgan deb aytyapti bizaga. Endi bu faqat bitta oy uchun olgan. Bu rostdan ham bitta oy uchun oladi. O'shaning uchun hozir sizlar bilan ko'ramiz. Faqat yanvar oyini emas, umumiysini ko'rishimiz kerak. Buni o'chirib turaman va mana bu yerga umumiysini topishim kerak. Xo'p. Demak, bu yoqda emas, pastda toparkanman. Mana bularni hozir pastroqqa tushirib turaman va o'sha 5 oy uchun umumiy 5 oy uchun umumiy deyman. Xo'p, endi bu yerga bularni summasini hisoblashim kerak bo'ladi, yig'indisini. Ya'ni badiiy kitoblarni yig'indisi. Badiiy kitoblar mana shu 5 oyda qancha sotilgan. Yozaman. Xo'p. So'm yozishim kerak, tenglik qo'yib. So'm bilan tanlayman. Enter. 800 ta. Buni keladigan bo'lsam, mana bularni ham chiroyli qilib tahrirlab qo'yaman. O'rtaga olib bo'ldi. Xo'p, endi o'sha krugoviy diagrammani qo'yib ko'ramiz. Krugoviy diagrammani qo'yamiz. Xo'p. Bu yashil 5 oy uchun umumiy. Bizaga faqatgina o'sha 5 oy uchun oxirgi qator kerak. Vibrat данных. Biza nima tanlayapmiz? Ma'lumot tanlayapmiz. Ustiga bosdik. Vibrat данные degan tugmasi bor. Vibrat данныйni bossak, mana ma'lumotni tanla deyapti. Ya'ni biz hozir jadvalimizni hamma qismini emas, faqatgina mana bu 7-qatorni olishimiz kerak. Bu kategoriyalar turadi bu tomonida. Faqat mana bu yerda yanvarni o'chiramiz, fevralni o'chiramiz, martni, iyulni o'chiramiz. Va 5 oy uchun umumiy o'zi turaveradi. Keyin bosadigan bo'lsak, voy, nima bo'ldi bu? Nimaga unaqa ko'rindi? Da. Yana bizada o'sha muammo, ya'ni qatorlar bilan ustunlar o'rni almashib qolgan. O'shaning uchun hech narsa chiqmadi. Faqatgina bitta rang chiqdi. Mana bu stroka salchisni bossak, mana bizada ko'rinadiki, 5 oy uchun umumiy qaysi kitoblar eng ko'p sotilgani. Yozib qo'yamiz. 5 oy uchun qaysi kitoblar ko'p sotilgani. Qaysi kitoblar emas, qaysi kategoriyadagi kitoblar o'zi aslida. Mana. Ya'ni badiiy kitoblar eng ko'p sotilgan ekan. Buni ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Mana foiz ulushlari bilan, foizlari bilan mana bunaqa qilib yoki bunaqa qilib ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Mana shunga qoldiraman. Hop, buni qayerga qo'yamiz? Qo'yamiz. Demak, bizada 3 ta diagrammani qo'yishni o'rgandik. Bu grafika o'sish tendensiyalarini ko'rsatgan bu histogramma bir-biri bilan solishtirish uchun, mana bu общий qiymatni bilish uchun pie chart, ya'ni krugoviy diagramma. Xo'p, bugungi darsimiz, mana shu darsimiz shulardan iborat. Agar kimgadir yana qaysidir mavzular Excelda yoki umuman kompyuter soatxonligida kompyuterda qaysidir mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, o'shanga qarab men video chiqarishda davom etaman. Va bu endi boshladim video chiqarishni. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlasanglar, ya'ni like, komment bosib ketsanglar va podpiska ham bosib qo'ysanglar, men juda xursand bo'lgan bo'lardim.
Rahmat kattakon.